2023-yil O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 303-10-sonli qaroriga muvofiq tashkil etilgan Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi davlat ilmiy tashkiloti sifatida faoliyat yuritmoqda. Markazning asosiy maqsadi tovar va moliya bozorlarida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va iqtisodiy islohotlarni ilmiy asoslashdan iborat. Bugungi kunga qadar markaz tomonidan 300 dan ortiq tovar bozorlarini qamrab olgan kompleks tahlillar o'tkazildi. Natijada oziq-ovqat, to'qimachilik, kimyo, qurilish materiallari va boshqa yo'nalishlarda 100 dan ortiq to'yinmagan bozorlar aniqlanib, tegishli davlat organlariga muntazam ravishda tahliliy ma'lumotlar taqdim etilmoqda. Ayni paytda ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat mahsulotlari bozorlarida narx barqarorligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqarishdan tortib yakuniy iste'molgacha bo'lgan butun zanjir chuqur tahlil qilinmoqda. Narxlarni prognozlashda zamonaviy ekonometrik modellar, jumladan ARIMA modeli qo'llanilib, tuxum, sut, kartoshka, guruch va go'sht mahsulotlari bo'yicha 80% gacha aniqlikdagi prognozlashga erishildi. Hozirda prognozlar aniqligini yanada oshirish uchun VAR modeli imkoniyatlari o'rganilmoqda. Shuningdek, markaz tomonidan monopoliyaga qarshi compliance, davlat xaridlari, reklama va iste'molchilar huquqlari sohalarida 1,5 ming nafardan ortiq mutaxassisning malakasi oshirildi. Xalqaro hamkorlik yo'nalishida esa 20 dan ortiq nufuzli milliy va xalqaro tashkilotlar bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yildi. Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi ilmiy tahlil, xalqaro tajriba va professional yondashuv asosida raqobatdosh iqtisodiyot sari xizmat qilmoqda.